Ma'lumki, qadimgi dunyo tarixi kishilik jamiyatini uzoq o'tmishidan xabar beruvchi tarixning bir bo'lak davri hisoblanadi. Xususan, miloddan avvalgi 2 ming yillikdan e'tiboran Xitoy tarixi manbalarida ko'chmanchi hunlar, ko'chmanchi yuejilar haqida ma'lumotlar kela boshlagan. Jumladan, miloddan avvalgi 1000 yillikni oxiri, aniqrog'i 3-2 asrlarda Ichki Osiyo mintaqasida ko'chmanchi hunlarni son jihatdan nihoyatda ko'payib yashaganligi haqida ma'lumotlar keladi. Endi ko'chmanchi hunlar aslida kimlar edi? Ko'chmanchi yuejilar bilan ularning munosabatlari qanday edi? Aynan 3-2 asrlarda ko'chmanchi hunlarni tazyiqiga uchragan yueji qavmi ulardan qutulish maqsadida janubga, ya'niki Markaziy Osiyo hududlariga migratsiya qilib kelishadi. Ular bu yerga kelgan paytida bizning mintaqamiz hududlarida Yunon Baktriya degan davlatchilik mavjud edi. Ular bilan qariyb 1 asr mobaynida to'qnashgan ko'chmanchi yuejilar ularni surib yuborib, bu yerda yangi bir saltanatga asos solishadi. Aynan ko'chib kelgan 5 ta qavm Xisi, Dumi, Xuanmi, Guyshuan hamda Shuanmi deb nomlangan ko'chmanchi qavm ichida Guyshuan xonadonining vakili hisoblangan Kudzula Katvis siyosat maydoniga chiqib keladi va u o'zini yangi ittifoqiga, yangi konfederatsiyasiga o'z oilasining nomini beradi va bu uning oilasining nomi bilan Guyshuan ittifoqi deb aytiladi. Keyinchalik manbalarda Guyshuan ittifoqi shaklida Kushon ittifoqi bo'lib ketgan.